Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan O'zmaster 30 FPS va shader. Xullas, bugungi videoda do'stlar Jahldor Moblar nomli modni ko'rib chiqamiz, ya'ni obzor qilamiz. Bu modning qisqachasi har bir mob o'zi bir-biri bilan urushadi. Masalan, Jitel va Golemni qo'ysangiz, ikkalasi bir-biri bilan urushadi. Men shunday qilmoqchiman. Qaysi moblarni tanlasam ekan? O'rgimchak bilan kim urushar ekan? To'xtanglar. Ally bilan Arin urushtirib ko'ramiz do'stlar. Bu shunchaki spam qilsanglar o'zidan urushib ketadi. Hatto do'stlar sizlarga ham urush e'lon qilishadi. Mana do'stlar, ikkalasini qo'ydim va bir-birlari orasida urushyapti. Agar survival yotsa meni ham urishadi. Buni oxirida qilib ko'raman. Bo'lmasa mana do'stlar, Sigir va slimelar ham bir-birlari bilan urushishyapti. Jitel va Golemni urushtirib ko'ramiz, qanday zo'r bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, yoki Enderman bilan urushtirsammikin, ki qiziq. Mayli, Jitel va Golemni urushtirib ko'ramiz. Qani kim yutar ekan? Xo'sh, qani Golemni olamiz va qo'yamiz. Xo'sh, Jitelni qo'yib oldim va buncha tez, Jitel juda ham tez bo'lar ekan. Mayli, Golem uchun hech narsa emas. Qani endi esa do'stlar, hech ko'zingiz bilan ko'rmagan narsa bu Jitel va Golemning urushishi bo'ladi. Xo'sh, panajoni topib oldim va qayoqqa ketdi? Mayli, Jitelni qo'yamiz. Qani urush, davay. Yaxshi. Jitellar ancha tez bo'lyapti, lekin Golem sekin urushyapti, lekin juda ham tez urushyapti. Golemning zarbalari ancha baland. Qani? Yaxshi. Yaxshi, qani urush yaxshi. Jitellar juda ham ko'p bo'lyapti. Bitta ya'ni aholi bilan Golemni uxlatishdi, lekin juda ham zo'r bo'lyapti do'stlar. Men Golemga yordamlashaman, Jitellarni hammasini urib chiqaman. Ikkita aholi qolgan edi. Ikkita aholi qolgan edi. Mana endi esa 1, 2, 3 bitta Golem, bitta Jitel. Qani ta'minlaymiz. Yaxshi, lekin juda ham zo'r bo'lyapti. Xo'sh, yaxshi. Endi esa yana birorta narsa qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, qani mana endi yana Jitelni urdi. Do'stlar, juda ham ajoyib. Qiziq, hozir men Jitel bilan urushsam bo'larmikin? Qani qo'yib ko'ramiz. Sal orqaroqqa qochib turib Golem meni uradi. Lekin juda ham Jitel tezkor ekan. Men bilmadim. Uni ura olamanmi yo'qmi? Lekin harakat qilib ko'raman. Uronni ko'p olsa kerak. Qanday tez yuradi? Bunaqa o'ylaman. Juda ham tezkor ekan, lekin juda ham tezkor ekan. Do'stlar, bu modni yuklab olish uchun meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimning silkasi esa YouTube kanalimda bo'ladi. Hammaga rahmat, like patlash uchun, hammaga xayr, sog' bo'ling.